Şamuna Tölenbayevaman. Bu darilarni menga Kennoyim Farida tavsiya qildi. O'zlari ichib, o'zlaridan xulosa chiqaribdi. Yaxshi dori ekan, Allohning bergan mo'jizasi ekan. Nano balzam. Shundan keyin buni qancha odamlar ichganini so'rab surishtirdik. Yaxshi balzam nano ekan. Xudo xolasa meni boshlarim og'rirdi, oyoqlarim og'rirdi, jigarimni bir tomonni qatqan degan edi, uzidilar qildirganimda. Oshqozon bezlarim, o't pufaklarim hammasi nachar degan edi. Shu uzidi qog'ozlarimni hammasini ko'rib, keyin o'zimdan xulosa chiqardim. Oldiniga ichkim kelgani yo'q, ichmadim. Qo'ychi ishonmadim bu dorilarga. Keyin qancha odamlarni ko'rib natija oldim. Xudo xolasa bu dorilarni olib ichay deb niyat qilib oldim. Ichyapmiz. Xudo xolasa adasi ichyapti, uydagi kelinim. 2 oy, 3 oy bo'ldi ichayotganimizga. Xulosa yaxshi. Jigarim qatishi, o't pufaklarim, oshqozon bezlarim hammasi yaxshi bo'pti. UZD qildirib keldim. Xulosasi zo'r natijasi. Oyoq og'riqlarim, koksartroz edi, artroz, ularım ham qoldi. Og'riqlar umuman yo'q. Xudo xolasa sizlarga tavsiya qilaman. Ichinglar. Bu Allohning bergan mo'jizasi. O'tdan tayyorlangan 189 xil o'tdan tayyorlangan o't dori ekan. Shu narsani xulosa qildimki, ichishga sizlarga ham tavsiya qilaman. Ichinglar. Hamma dori-darmonlar ham qilib ko'rdik. Bari natijasi 6 oy ekan. Bu dajizin yaxshi bo'lib ketamiz, Xudo xolasa. Ichinglar. Do'sti birodarlarimga tavsiya qilyapman. Xudo xolasa men yaxshiman, adamiz ham yaxshi. Kelinim, uyimdagi kelinimni boshi og'rirdi. 5 marta narkoz olgan edi. Grijasi bor edi, ular ham kamaydi, yaxshi. Xudo xolasa hammamiz bizlar yaxshimiz. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Hammanglarga tavsiya qilaman bu dorini.